Farg'ona shahrida Ideal xususiy maktabining yangi filiali ochilayotganligi haqida xabaringiz bormi? Va u yerdagi muhit, o'qitish metodikasi haqida bilmoqchi bo'lsangiz va shu kabi savollarga qiziqayotgan bo'lsangiz, bu haqida maktabimiz direktori to'liq ma'lumot bergan. Videomizni oxirigacha ko'ring va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hop, birinchi o'rinda assalomu alaykum, tanishmasak. Men Sardorbek Elchiyev, barcha ideal ta'lim muassasalari, ideal o'quv markazlari va xususiy maktablar asoschilaridan biriman. Xo'p, endi savollarimizni berishni boshlaymiz. Ya'ni birinchi savolimizdan boshlaymiz. Ta'lim sohasiga sarmoya kiritish va xususiy maktab ochishga nima turtki bo'lgan sizga? Birinchi bo'lib 2018-yil ta'lim sohasida tadbirkorlik faoliyatini boshlaganmiz. 2018-yil 1-iyundan boshlab ilk o'quv markazimiz Farg'ona shahrida ochganmiz. Shundan so'ng o'quv markazlarimizni Furqat tumanida, Beshariq tumanida va Qo'qon shaharlarida ham tashkil etganmiz. 2023-yildan boshlab o'sha xususiy maktab sohasiga qiziqishim juda ortgan. Aslida undan oldin boshlangan qiziqish, orzu, maqsad deymiz. Shu sababli uzoq izlanishlardan keyin 2023-yilda shu maqsadimizga erishdik. Farg'ona shahrida, O'zbekiston tumanida xususiy maktablarimizni ochdik. Xo'p, hozirda Farg'onada bitta xususiy maktablaring bor. Ikkinchi maktabni ochishga nima sabab bo'ldi? Farg'ona shahrida, umuman viloyatimizda loyihamiz juda katta. Dastur bo'yicha hali Farg'ona vodiysida faqat Farg'ona shahri yoki Farg'ona viloyatini tumanlarida, shaharlarida emas, butun O'zbekistonda bo'ylab loyihamiz. Shu sababli Farg'ona shahariga ikkinchi maktabimizni tashkillayapmiz. Nasib qilsa 2024-yil, ya'ni shu yilda sentyabr oyidan faoliyatini boshlaydi. 1-iyundan qabulini boshlaydi. Undan tashqari yana keyingi, xudo xohlasa, keyingi intervyularimizda beramiz. Katta bog'cha tashkillayapmiz Farg'ona shahar markaziga. Bu ham yaqin kunlarda e'lon qilinadi. 150 o'rinli. Ikkinchi xususiy maktabimiz ham birinchisidan farq qiladi. Farg'ona shahridagi ikkinchi xususiy maktabiga ham qancha investitsiya kiritilganligi haqida bizga ma'lumot bera olasizmi? Albatta ma'lumot bera olaman. Farg'ona shahrida ikkinchi xususiy maktabimizga 1,5 milliard mablag' ajratilgan. Ya'ni buni ichida bolani, o'quvchini ta'limi, tarbiyasi, maktabda alohida avtobus xizmati, maktabga olib kelish, olib ketish va yotoqxona xizmati ham mavjud. Tushunarli. Xo'p, yana bir savolimiz bor. Ya'ni o'quv rejasi va o'qitish uslubiga ko'ra maktabingiz boshqa maktablardan nimasi bilan ustunligi bor? Xo'p, o'quv rejasi, o'qitish uslubi hamma maktabga ham o'z uslubi bor. Davlat maktabi bo'ladimi, xususiy maktab bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zining uslubi bo'ladi. Bizda ham shu narsa bor. Bizda ham qat'iy amal qiladigan an'analarimiz bor. Misol uchun bizda har 2 haftalik o'quv markazlarimizda ham, xususiy maktablarimizda ham sinov test bo'ladi. 3-sinfdan 11-sinfgacha. Misol uchun 8, 9, 10, 11 sinflar o'zi tanlagan yo'nalishlar kesimida asosiy va majburiy fanlar, shuningdek chet tili fani bo'yicha har 2 haftada bir marta imtihon topshiradi. O'rta va boshlang'ich sinflarimiz ham 1 oyda oylik sinov test topshiradi. Oylik test imtihon topshiradi. Asosan matematika, ingliz tili, rus tili, ona tili fanlaridan imtihon topshirishadi. Albatta yuqori o'rin olgan o'quvchilar rag'batlantiriladi. Direktor stipendiyasi ta'sis etilgan. Bolani o'qishini unumini oshirish uchun. Yuqori sinflar, hozirdagi xususiy maktabingizdagi yuqori sinflar haqida bir savol beradigan bo'lsak, ya'ni repetitor tizimida darslar tashkillangan ekan. Shunday. Shu haqida bir ma'lumot bersangiz, u qanday jarayonda, qanday tashkillangan bu? Misol uchun bola tibbiyot institutiga o'qishga topshirmoqchi o'quvchi. Tibbiyot institutida 2 ta asosiy fani kimyo va biologiyadan, 3 ta majburiy fani matematika, ona tili, O'zbekiston tarixidan imtihon topshiradi.
Ya'ni bizda ham yuqori sinflarimizda shu narsa yo'lga qo'yilgan. Misol uchun tibbiyot sinflari tashkil etilgan. Aniq fanlar sinflari, xorijiy fanlar sinflari, gumanitar fanlar sinflari tashkil etilgan. Bolani kelajakdagi tanlamoqchi bo'lgan kasbiga asosiy fokus qaratganmiz. Misol uchun tibbiyot xodim bo'lmoqchi bo'lsa, ya'ni vrach, doktor bo'lmoqchi bo'lsa, kimyo, biologiya asosiy fanlar hisoblanadi. Undan tashqari matematika, ona tili, O'zbekiston tarix fanlari ham uzluksiz yil davomida o'qitib boriladi. O'quvchilarga imtihon olinadi. Har doim, har oyda, har 2 haftada olib boriladi. Shunda demak oliy ta'limga kirish kerak bo'lgan fanlar o'tiladi va boshqa fanlardan ularga o'qitishda qisman ozod qilinadi. qisman ozod qilinadi. Tushunarli. Malakali o'qituvchilar va xodimlarni jalb qilish va ushlab turish uchun qanday choralarni ko'rgansiz? Malakali o'qituvchilarni jalb qilish barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalarini og'riqli nuqtalaridan biri desak ham bo'laveradi. Biz bunga qanday yechim topganmiz? Biz bunga malakali o'qituvchilarni va yosh, shijoatli, harakatchan ustozlarni jalb qilishda imtihon asosida boshlaganmiz. Dastlab imtihon olganmiz. Birinchi bosqich imtihon, ikkinchi bosqich imtihoni, suhbat bo'lgan, psixologik test bo'lgan. Bundan tashqari moddiyatga ham ahamiyat berganmiz. Baribir kuchli kadrga olib kelish uchun yuqori oylik maosh talab qiladi albatta. Shunday. Shuning uchun kuchli kadrlarda jalb qilishda baribir oylik maoshini yuqoriroq beramiz, oylik maoshni. Ota-onalar bilan doimiy aloqada bo'lib turish uchun qanday usullarni yo'lga qo'ygansiz? Ota-onalar bilan doimiy aloqada bo'lib turish uchun ijtimoiy tarmoq hozirgi kunda juda ham jadallashib ketgan. Har bitta sinf o'zining Telegram guruhi bor, dars jarayonlari yoritib boriladi. Bundan tashqari ota-onalar bilan agar bola yaxshi o'qimayotgan bo'lsa, dars qoldirayotgan bo'lsa, har kuni bog'lanib turamiz. Maktab mas'ullari bor, bunga alohida. Bu bilan ishlaydigan mas'ullari ota-ona bilan bog'lanadi. Kerak bo'lsa, kasal bo'lsa hamshiramiz bog'lanadi, kurator bog'lanadi. Otanim kasalmi yoki bahona qilyaptimi? Tushunarli. Farg'ona shahridagi ikkinchi xususiy maktabni faoliyati va o'qitish usullari haqida bizga ma'lumot bera olasizmi? Ya'ni to'xtala olasizmi shu haqida? Albatta. Farg'ona shahridagi ikkinchi xususiy maktabimiz shu narsani oldimizga maqsad qilganmiz. Albatta buni qo'llaymiz amalda. Masalan, shu prezident maktablarida ham xuddi shu an'anada o'qitiladi. Ya'ni bolalar sonini misol uchun matematika darslari, IT darslari kichik sinflarda ham, o'rta sinflarda ham, ingliz tili darslari 12 tadan o'qitilish rejalashtirilgan. Bunga dastur tayyorlanyapti, dastur ishlab chiqilyapti. 5-sinf o'quvchisi misol uchun darsda, matematika darsida 12 kishi ishtirok etadi. Bitta sinf 2 ga bo'lingan holatda, A va B gruppalarga bo'lingan holatda matematika darsiga kirishadi. IT darsiga ham, axborot texnologiyalariga ham aynan mana shu ko'rinishda kirishadi. Yuqori sinf o'quvchilari uchun qanday imkoniyatlar yaratilgan? Qanday o'qitish metodikasidan foydalaniladi? Yuqori sinf o'quvchilari uchun o'zi tanlagan yo'nalishlar bo'yicha darslar berib boriladi. Masalan, iqtisod fanlari yo'nalishi aytaylik, aniq fanlar yo'nalishi deylik, buni matematika, ingliz tili va tibbiyot fanlar yo'nalishi. Bola o'zi tanlagan fanlarda asosan urg'u shu fanlarga qaratiladi. Asosiy fanlar misol uchun kimyo, biologiya bo'lsa, tibbiyot sinfini kimyo, biologiya, ingliz tili fanlari chuqurlashtirilgan holatda o'tiladi. Bundan tashqari O'zbekiston tarixi, matematika, ona tili, jismoniy tarbiya fanlari hamda IT darslari ham qo'yib boriladi. Suhbatimiz o'rtasida ideal xususiy bog'chasi haqida ham gapirib o'tdingiz. Ya'ni shu haqida ham ozgina to'xtala olasizmi? Ha, ideal xususiy bog'chasi hozir tashkillanish jarayonida. Keyingi suhbatimizda albatta Farg'ona shahrida tashkil etilayotgan ikkinchi xususiy maktabimiz va bog'chamiz haqida ham to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz.